Chizmada ABCD parallelogram berilgan. Parallelogramni BC tomonda E nuqta olingan. Keyin mana bu vektorlar berilgan. Vektorda bilamizki, yo'nalish juda ham muhim. A vektor A'dan E'ga qarab yo'nalgan. Mana bu tarafga yo'nalgan. Xo'sh, EC vektori olaman. Mana bu bilan mana buni olaman. EC vektor E'dan C'ga qarab yo'nalgan. Endi AE vektor bilan EC vektor yig'indisi vektorlarni qo'shishni uchburchak usulidan bizada mana bu AC vektori beradi. Demak, mana bu ikkalasi AC vektor bo'ladi. AC vektor plus BD vektor teng 16 ga teng bo'lib qoladi. Endi bu ikkalasi nimaga teng degani? AC vektor A'dan C'ga qarab yo'nalgan, BD vektor B'dan D'ga qarab yo'nalgan. Endi mana shuni B nuqtani C uchigacha bunday parallel ko'chirsak agar mana bu chizma hosil bo'ladi. AC BD hosil bo'ladi. Ana bu B bilan C ustma-ust tushib qoladi, BD bunaqasiga yo'naladi. Endi C nuqtagacha parallel ko'chirsak, mana bu tomon A bo'lsa, yana A birlik masofa biz parallel ko'chirgan bo'lamizda 2A bo'lib qoladi. Demak, AC vektor bilan BC vektorining yig'indisi mana bu pastdagi vektorga teng bo'ladi. Bu pastdagi vektorimiz 2A ga teng bo'ladi. 2A nechiga teng? 16 ga teng. Shundan A ni topsak 8. Xuddi shu narsani mana bu uchun parallel bu bilan buning yig'indisi AC vektor bo'ladi. AC minus BD vektor uzunligi 10 ga teng bo'ladi. Mana bu kesmamiz xuddi shunday ikkita B ga teng bo'ladi, 10 ga teng bo'ladi. Bundan B ni topsak 5 bo'ladi. Parallelogramning yuzini ikkita tomon orasidagi burchak formulasiga asosan topsak, A ko'paytirish B sinus alfa edi. Ixtiyoriy parallelogramda ikkita tomon orasidagi burchak. Mana burchak 120 bo'lsa, bunisi 60 gradus bo'lib qoladi. Unga bu holda hisoblasak, A tomonimiz 8, B tomonimiz 5, 60 gradusda sinus ildizda 3 taqsim 2. 20 ildizda 3 bo'ladi. Mana bu uchburchakning yuzini toping degan, bu AYD uchburchakning yuzi AYD uchburchak yuzi butun parallelogram yuzini yarmiga teng bo'ladi. Chunki ana bu tomon bunga parallel bilan balandliklari bir xil bo'ladi. Buni yarmiga teng bo'lsa, 10 ildizda 3 bo'lib qolar ekan.